Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Xullas, bugungi videomizda sizlar bilan biz olmosmi? Zumradlar. Xo'sh, bugun biz zumradxo'rlik qilamiz shekilliga. Masayu mata parkuram kelib qo'ygan. Hop, sakraymiz. Hop. Ana. Ana olmazlaringdan jit olsam maylimi? Xo'p deyapsan. Nimaga ozgina olay? Yo'q. Menda qurollar bor. Men baribir seni o'ldiraman. Yo'q, senda galing ko'p ekan. Ozgina olay. Yo'q. Voy. Qizg'anchiq, men baribir o'g'irlayman. Baribir men buni tortib olaman sendan. Ketdim uyimga. Hop, mana. Hop, ana. Hop, ana. Osh, o't. Kecham tushib qoldi. Kech tushgan. Yotamiz g'uvoli. Uyqum kelib ketdi. Yaxshi yotdinglarmi? Yatsam uxladim. Turdim. Eshikda yotdik. Hozir yana bir o'tib kelaylik. Mana shu yerdan bunday o'tish kerak desam, tushib ketib qoldim yerga. Tagimda suv bor. Maza qilib issiqda cho'milib oldim. Bular meningcha mana shu yerda qo'riqlasa kerak. Agar men bularni o'g'irlasam, juda ham boy bo'laman. Men shunchaki ko'rib chiqyapman. Sizlarga ziyonim yo'q. Voy, zumradlar. Sizlar meni ko'rsanglar, oppa. Qoch yo'limdan. Sizlar bilan keyin gaplashaman. Endi bitta sakraylikchi. Hoppali. Hoppalalar. Chiqamiz, o'zimiz uyga boraylik bir. O'tiramizda. Ana yerga borsak ekan. Sizlar aytinglar. Nima qilsam ekan? Men jonsizda o'ynayapman ekan. Esda yo'q, vallahi uzr. Endi biz mana jonsizga o'tib olib yutishga harakat qilamiz. Mana. Solamiz bu o'ylarda, uncha kerak bo'lmaydi bugun. Menda mana miltiq, to'pponcha, o'q-dorilar, to'pponchaning o'q-dori bu. To'pponchaning o'q-dorisi bizga oltin olma ham kerak bo'ladi. Qalqonim, shitam. Tezda olish kerak. Kiyamiz. Hoppali. Ana bunday turibdi-kanu. Shit tahvosi ham bo'ladi ana. Hoppali, mana to'pponcham bor, mana miltig'im ham bor. Eshikni ochamiz, yopamiz. Mana. Boramizmi? Oltin olmadan yeb olamizmi? Yashadi yeymizmi? Yo'lore, onnimasdi. Oltin olma.
Şimdi müstahkem bo'lsa oltin olmay deyishgan. O'zim o'ylab topdim. Xullas, boramizmi, bormaymizmi? Kommentariyga yozinglar. Xo'sh, menga blog ham kerak bo'ladi. It boqib bormayman u yoqqa. Baribir galim kuchli-da itdan. To'g'ri. Men chiroqlar ham qo'yib tashlaganman, kech payt yaxshiroq bo'ladi deb. Ana. Maktab ham boshlandi mana. Mana bugun 7-oktyabr. Xo'sh, mana bu chetdan chiqib tepaga. Xo'sh, zerikdik deymiz. Chamashnaga kursiz. Zerikishimiz ketadi. Endi yana pastga tushib tepaga blok qo'yim kelmayapti. Pastga ham blok qo'yib tashlaymiz. Bloy ko'p bizda. Bloy VIP. Mayt to'silib qopti. Endi men seni otaman. Tegmadi-yu. O'tmayaptimi nima bola? Padariga la'nat qo'yishaydi. Bus. Xo'sh, ana. Ana. Endi otsa-chi bo'lamikan? O'tirib olishdaymiz. Hoppala, yana endi otamiz bu itga. Xo'sh, ana tegdi. Ulaysanlarmi? Voy itiga yana. Voy iplasaymi yasishlaydi. Yugurma menga it. Qo'ydat. Qoch. Mo'yam senga. Kelish to'yinga yetami, ke? Poqqallataman hammani. Almazlarni hammasi menga bo'ladi. It o'lib ket. Sen ham o'lib ket. Senla ortiqcha eding. Senga. O'lib ket. Ye. Kelishingga seni. O'l. To'pponchada o'ldiraman seni. O'tirolmadan yeb olamiz. Bu sehrlanganmi? Sehrlangan ekan. Mana senga it. Yana bir nechta bir galim qoldi ekan. Hammasini o'ldiramiz o temirvoylarni. Temirini chiqarib, cheriga, lapatga, bolta yasab tashlaymiz. Sunnat qilaman seni. Zaryatim undan kam qoldi. Xo'sh, ana. Hoppala, keyingisini yakkama-yakka jangga chaqiraman. Ana. O'lsam baribir o'zimga yotadigan joyimdan tirilaman. To'g'ri. Unda yeri kattalashib, yo'qib qoladigan narsasi ham bo'lar ekan. Bitta qishloq topdim, yerim yo'qib ketdi-da. Uyimdan shart chiqsam, Menda bu effekt nima qiladi? Suv ostiga tushganim yo'q-ku men. Qoch o'ldiradi. Mana senga, yana senga. Ana. Endi bu almazlarning hammasi meniki. Zumradlar ham bor ekan. Keyingi videoda shu uyimni sizlarga zumradli qilib ko'rsataman. Almazlar, zumradlar. Menda kirga bormikan? Qarab kelaychi. Sen. Endi men seni o'ldiraman. Ana effekt. Seni otib o'ldiraman. Bir og'zam gapirma. Men seni o'zim o'ldiraman. Bunda ham sinmayapti. It. Bunaqalarga hayot yo'q, ularga la'nat. Eshak. Yana nima deydi? Ajidan ham kelib qopti-yu. Zaryatim ham 5 dan bir kam qoldi-da.
Vay. O ana. Çıkıvaldı salaman mana. Hoppale hop. Çık. Zombi kep boladi. Yaxshi. Voy, mening yo'q. Qo'qqana bormi senda? Ha? Hozir men buni o'ldiraman. Shuncha olmasa. Bulardan hammasini men uyimga sarflayman. Yangi narsalar sotib olaman. Xo'sh. Iltimos obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Keyingi videoda sizlar bilan mana shunaqa ajdarni o'ldiramiz. 4tasiga menda 6ta yalim, men o'zim qurollar bilan, bedrocklar bilan o'rab urushamiz keyingi videolarda. Oltinimni yeymiz. Voh, qornim och. Ma it. Ma senga ma o'l. Ba'zi uxlarim tegmayapti bunga. Tegmasa tegmas. Bekan olaman. It ko'rakanda meni chiylaykan bu. O'lib ketma senga. Ma. O ana. Men bu o'yinda o'ynab olib keyin obzor qilaman. Ovoz qo'yaman ya'ni. Hozir bitta xonada o'zim o'tiribman. Soatim kechib qoldi xullas. 10:30 shunaqa. Xo'sh. 15 ta temir. Xo'sh, to'pponchani o'qi. Miltiq, to'pponchani qaytib olib o'zimga kerak bo'ladi. Yonimizga qo'yib olamiz. Qizil nima desanglar, u miltiqni o'qi. Beshtaga olamiz o'zimizga. Ana qo'yamiz, yetadi. O'zimiz bittamiz. Hoppaleyam. Biz galimda hammasini o'ldirdik. Xo'sh, keyingi videolarda ko'rishguncha.